Dada. Men bachalar bilan kontra borib kelay. Menga yordam bermaysan, bacham? Ro'zadaman-ku dada. Ro'zadagi odam ishlamaydi. O ketdi kontrga. Ha. Sizlar ham ro'zam, bachalar? Ha. Kim aytdi sizlarga ro'za tutgan odam ishlamasin deb? Bu uydagilarga yordam berish kerak, gibi savol beradi, bachalar. Davay. İftorlik mendan bugün. Hamsi? Yerim borda o'tirgansizmi? O'g'dash kerak degansiz, ha? 3 ta ishchi bor, 3 ta. Suyutig'i 180 mingdan. Faqat pulini men bilan gaplashasiz. Aytgan bo'lsang kelmaydi yoniga. Hay masalalarga keldim. Og'a chiqmay ekan nima aytmaysan? İftorlik bugün Bellissimo'dan. Ana, uzotinglar qani? Baba mana Bellissimo pizza buyurdi. Dastlabki aytasan, siraz keltirib beradi bachalar. Hozir mana 3 xil Ramazon siti bor ekan bularda. 1 kishilik, 2 kishilik, 4 kishilikgacha bor ekan. Ertalabki 11 dan yana ertalabki 5 gacha ishlaykan bular. Yana bularda bitta foydali tarafi bor ekan. Kim Ramazon sitini xarid qilsa, 5% vaqf fondiga o'tkazilar ekan. 5%. Yaxshi. Tushundingizmi? Davay qo'qinga. Olingan. Davay, oching. Dada, hamma ishlar etib bo'ldik. İftorlikdan keyin jo'rlarim bilan kontra borsak bo'ladimi? İftorlikdan keyin ana bu tepa svit yoqib beraman, kirib toshingizlar.